Hop, Jiguliga ham ko'p narsa so'rashadi. Elastikning muftasi, narxi 100 ming so'm sizlar uchun. Benzin nasos elektronniy bo'ladi, bu universal bu. Narxi 100 ming so'm buni ham. Starter ko'p so'rashadi. Starter narxi 400 ming so'm, bu yaxshisi, remont bo'ladigan varianti. Karburatorimiz 650 ming so'm, yangi bo'ladi, Turkman zavod Xitoyniki. Rulova kolonka Xitoy chiqargani bor. Bu 06 ekan. Narxi 650 ming so'm. Generator Matiz'niki, bu BU'si koreyskiy bo'ladi, BU'si 550 ming so'm narxi. Radnoy Jiguli generatori, buni narxi 650 ming so'm. Bunisi vaz 2110, 2112 larniki, Lada Kalinalarniki. Bu narxi qancha tag'i? 700 ming so'm sizlar uchun. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar pastki raqamlarga. Devoga motor hadovoy zapchastlarimiz bor. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqinglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.